men bolaligim haqida ozgina gapirib o'tmoqchiman. 8 ta farzand edik. 2 o'g'il, 6 qiz. Onam bir o'zlari bizdan hammamizdan voyaga yetkazganlar. Uyli joyli qizlarni uzatdilar, o'g'illarni uylantirdilar. Otam rahmatli 10 yoshligimda vafot etganlar. Adamlar bizani shkola internatga berganlar. Mana haftalik o'qish bor-ku, rus tili anaqasida. Biz o'sha yerda o'qirdik. 5 ta bola o'sha yoqqa borganmiz. Haftada 2 kun uyda bo'lardik. Kelgunimizcha onam bechora xolodilniklarni to'ldirib qo'yardilar. O'zlari 3 ta joyda ishlardilar. Yana undan tashqari yana uyda 3 ta bola bor edi. Baholarim uncha yaxshi emasdi mana. Bu arada biz katta bo'ldik, 10 sinf bitirganimizdan keyin o'qishga kirdim. Bizning davrda 88-yillar uchilishi deyilardi. Uchilishlarda o'qildik. O'qib turib shu ishlab yurdik, boshqa qildik. U arada keyin 27 yoshimda turmushga chiqdim. U arada onam 50 yoshlardan keyin ko'zlarining mazalari bo'lmadi. Keyin sahrlar ko'payib ketgandan keyin 2-3 marta operatsiya qilganlari bilan bar ko'zlari to'g'ri bo'lmadi. 2017-yil men Suriyadaligimda vafot etdilar. Men onaginamni duolarini shu o'zlari bilan birga yashagan davrimda kichkinaligimdan katta qilganlarini davrdagi shu yaxshi, yomon gapirgan uzrlarimni so'ramaganman. Onam har doim gapirardilar. Sen ko'k ko'z qizimga bir narsa desam quloq solmaysan baribir. Bar bilganingdan qolmaysan. Lekin gapiryapman deydilar. Onam meni hamma dinar desa, onam meni innosh derdi. O'shanga onamdan kechirim so'ramaganman. Turmushga berganlarda rahmatim aytolmaganman onamga. Chunki begona yurtlarda edim-da. Duolarini ololmaganman onaginamni. Mana Suriyadan kelganlarimizdan keyin jiyanim mozorlariga olib bordi-da. O'zi bormayman dedi. Ammo lekin jiyanim gapga solib mana shu Nazarbeydagi mozorga olib bordi dedi. Onam yotibdi. Lekin men shu bekor bordim deyman deb baribir. Chunki Turkiyaga ketayotganimda ham bilardim что onam bor. Bu yoqqa O'zbekistonga qaytib kelayotganimda hamcha o'ylardimki, hozir borsam onam chiqariladi. Chunki 2014-yil kelganimda onam bor edilar deb. Shu miyamda qolgandi. Shu mozorga borganlarda yo'q dedim. Opam uydalar-ku deyman deb. Opam uydalar deyman deb. Canım aytadi. Xola yo'q. Mana buvim yonida katta ukam. Katta ukam onam oldida ko'milgan. Shunda insult bo'lib o'libdi u ham. Kim? 3 ta farzandi qolib ketdi uni ham. Xotin bola chaqasi qoldi. Xursand bo'lardik uyga yig'ilib kelsa, maktabdan kelgan hammamiz. Qachon sanlar uzataman, qachon sanlar uyli joyli qilaman deb onam bechora har doim gapiraverardilar. Otamlar vafot etganlar. Men maktabda edim, 3-sinfda o'qirdim o paytda.
Bir kun maktabga opam keldida, yig'lab turib ko'zlari ishib ketgan. Ha, tinchlikmi desak, yurlaring ketamiz dedilar. Va bor-ku hali 2 kun bor deyapmiz. Men chorshanba edi menimcha, 2 kun bo'lsa. Adam o'lib qoldilar deyapti. Keyin shular katta opam bizani maktabdan olib ketib, shu adam 3-sinfdaligimda vafot etganlar. Shu 2014-yil Turkiyada kelib bolalarimni olib ketaman deganman-da. Turkiyada maktabga beraman, o'sha yerda uy-joy sotib, tamoman Turkiyada yashayman deganman. Kelganimda onam bilan o'shanda "Voy dindosh qizim, keldingmi?" deb qo'llari bilan ushlayaptilar. Ko'rolmaydilar, ko'zlari ko'rmasdi ona. Qo'llari bilan ushlab, "Voy, ozib ketibsan, pumpalog'i" debdi. "Voy, "Op, nima deyapsiz? Hali ham shunaqaman" desam, "Yo'q. Unaqa emassan." Ko'proq pul yig'dingmi? Uy olaman deyapsan. Bolalaringni olib ketaman deyapsan. O'zing bilan birga bo'lsin bolalaring. Ha, hop, o'shanga keldim. Shunaqa turmushga chiqdim. Bilasiz, bolalarni olib keyin dedilar. O'shanga keldim desam, ha, chiqib yaxshi anaqa qilgan. Katta o'g'lim bu onam bilan birga turardi. Katta o'g'lim rosa yaxshi ko'rardilar onam. Chunki onaginam mazalari bo'lmay qolganda, shu katta o'g'lim cho'miltirib, bo'sib. Mazalar endi yosh katta bo'lgandan keyin, ko'z ko'rmagandan keyin yiqilib, qoqilib yuradi-yu odam. Qo'llaridan ushlab olar ekan-da o'g'lim. Etga-bo'tga olib chiqib berar ekan. Pastga 4-etajda turamiz. Pastga olib tushib, aylantirib, etgan narsalarni qilib berib, yedirib, ichirib, issiq choyini damlagan, issiq ovqatini bergan. Keyin rosa duo qilardi shu katta o'g'lim. Menimcha shu duo qilganlariga ham shu o'lmagan. Menimcha shu portlagan. Allohning izini bilan. Bolalarimni otasi to'g'risida aytib bersam agar, maktabda birga o'qiganman ular bilan. Maktabda o'qib turib, ularning birinchi turmushlari vafot etgan edi, ikkinchi turmushlari men. Kelaverardilar-da, shu maktabdan seni olish xohlayman deyardi. Biz endi hazillashardik. Birga turmush quramiz deyapti. Keyin bilmayman qanday qilib mayli deganman. Uni orasida to'yim bo'lib ketgan. 99-yil 8-martda to'yimiz bo'lgan. 10 yil yashadim mana. 10 yilda nima ko'rdim? 3 ta farzand, Allohga shukr. Boshida yaxshi edik. Keyinchalik urush janjal, qizg'anchilik. Hayotim yaxshi bo'lmadi. Shu bilan 10 yildan keyin o'zim ajrashishga qaror qildim. Qatta tekin pul bo'lsa o'sha deydi. Kasb yo'q. Mashina haydirdi o'zi uchun. Bolalarga narsa olib kelin desa, urush janjal bilan. Yaxshi hamki shu 8 ta bola ekanmiz. Opa-singil ukalar bir-birimizga yordam berardi. Ko'pincha menga yordam berishadi. Uyga borardim ko'pincha kalta yeb, o't-betim ko'karib, och qolib. Uyimizda qaynonamning o'zida 11 ta bola edi. 11 ta bolani 8-si turmushga chiqqanman. 56 tam 60 ta nevarasi bor. Esimda bor, homilam 6 oylik ichib kelib patir-putir urib ketgandi. Shu egizlarim homilaligini ham bilganim men shu urush janjaldan bilib qolganman. Bo'lsa bo'lursin, bar ajrashaman deganman. Shu qaror qilib qo'ydim ajrashishga. Chunki har bitta inson o'zini ham qadrini bilish kerak ekan deyman-da. Shu onangni uyida qanday yashirding, bu yoqqa kelib nima xor bo'lib ketyapsan? Seni qizg'anchiliging, sen har bitta narsaga urush janjal qilib urteplaring jonga tegdi deganman. Kalta yeyverardim ha deb. Ajrashganimdan keyin Turkiyaga chiqib ketganman ishlashga. Opamga aytganman, opa bo'lmaydi dedim. Ajrashdim mana dedim. Yashamayman u bilan baribir dedim. Bolalaring bor 3 ta deydi. Bolalarimni sizlar qarab turinglar dedim. Bor yo 2 yilgina ishlab kelay dedim. Shu o'zimga bitta kichkinagina uy sotib olay bo'ldi, bu yog'ini eplab ketaman dedim. Chunki tavakkal Alloh deyman men. Qo'rqmayman. Har doim tavakkal qilib yuraveraman. Ishonuvcharman juda ko'p. Odamga ishonaveraman ham.
keyin Turkiyaga borib ishlab yurib nashi xo'jayinim bilan uchrashib qoldim. Kundoshim bilan ko'rishib qoldik. Birinchi uchrashib, keyin xo'jayinim bilan keyin turmushga chiqqanman 1 yildan keyin. Balkida shu bolalarimning otasi bolajon bo'lib, shu bolalariga yaxshi yedirib, yaxshi o'stirib, yaxshi otalik qilsa edi. Shu g'amxo'r ota bo'lsa edi. Hali men otaman. Hali men bolalarim ko'p deb jonini berib, ishlab, uyli joyli qilib, hayotini oldingisini o'ylaganda edi. Balkida hayotim yaxshi bo'lsa edi. Balkida men shu Turkiyaga ketmasmidim ishlashga. Uning orasida men Suriyaga ham chiqib ketmasmidim. Shu bolalarimni bolaligini o'g'irlab shu Suriyaga borib shu katta o'g'lim nogiron bo'lmasmidi? Shu yerda qancha umrim o'tib ketmasmidi deyman-de. Hayotimiz balki boshqacha bo'larmidi, ammo lekin bu narsalar bo'lmadi. Men shu Turkiyaga borib ishlab, shu ikkinchi turmushga chiqib, ular yaxshi edilar, lekin odam, mana shu ikkinchi turmush o'rtog'im yaxshi edilar. Odamni eshitishi bilardilar, yordam qo'lini cho'zishi bilardilar. Noto'g'ri ish qilsam sekin o'tkazib, to'g'ri tushuntirishi bilardilar. Patir-putur urib tepib, so'kib ketmasdilar. Turkiyaga bolalarimni olib kelganimdan keyin ikkita o'g'limni olib, hali bu o'rtog'iniki mehmonga boradi. Bu meni bolalarim, o'g'illarim deb, bolalarim katta-katta. Shu yaxshi odam, yaxshi insonga, shu yaxshiligini bilib turib, shunga ishonib turib, shu bolalarimni shu olib chiqib ketdim de Suriyaga, shu aytganlarida. Endi o'zi ham bilmagan menimcha bunaqa bo'lib ketishini. Suriya mamlakati hech qanaqa xalifat, hech qanaqa hijra qilish kerak yo'qligini. Xalifat yo'qligini, shariat yo'qligini, islom davlati deb umuman qurilmaganini bilmagan bo'lsalar kerak deb o'ylayman. Bu narsalarga men javobim ololmaganman baribir. Bilib turib olib chiqdingizmi siz bizani? Bolalarimni nogiron qilib deb aytolmadim. Chunki borganimizdan keyin 2 oydan keyin vafot etdilar deb. Ko'p savolim qolib ketgan. Ular o'lganlardan keyin ana keyin boshlandi bizning og'ir kunlarimiz. Biz Suriyaga bizni 2 xotin, 7 ta bola bilan chiqqanmiz hamma. Turkiyadan keyin Suriyaga Urfadan o'tganmiz. Ular 2 oydan keyin vafot etganlar. Shundan keyin og'ir kunlarimiz boshlangan. O'q ovozlari, bomba portlashlari, ochliklarni ham ko'rdik ketdi, o'limlarni ham ko'rdik. Har doim o'tirib yig'lab o'tirardim. Qochaman, chiqib ketaman desam, bizdan qo'yishmagan. Kirish bor, chiqish yo'q deb. Chunki meni 2 ta o'g'illarim bor edi. Ulardan o'zligicha jang chiqmoqchi bo'lishgan. Ammo lekin o'g'illarim shu talabiyatda bo'lsa, talabiyatdan roqaga o'tayotgan anaqalarimiz edi. Mashinada o'zi katta o'g'lim o'zi bombani tagiga tushdi. Bombani tagiga tushib, jangchi mana jangchi bo'ldi. Go'sh bo'ldi. Hali eslasam, kulib turgan joyimda ham shu narsalar eslasam, ayniqsa shu o'g'illarim to'g'risida eslasam, ich-ichimdan shunda o'zim mana qilib tashlaymanki, afsus. Rahmat sizga. Ko'zimizda qanaqadir xuddanu anaqadek bo'lib qoldi deb. Hech ketmaydi. Mana shu yuragimizda qoldi shu narsa. Ba'zida mana shu samolyotlar o'tib qoladi-ku. Qizimga aytib qo'yaman deb. Zo'r, qizim, esingda bormi deb qo'yaman deb. Eslatmay ol deb qo'yadi. Eslash xohlamayman dedi. Shu samolyotlar o'tganda uchib sip qildimi, bo'ldi, bu tashadi hisob. 10gacha sanaysan. Undan keyin 10-ni 10 deguningcha portlaydi. Ketma-ket tapir-tupir nechta pissillagan bo'lsa, shuncha portlaydi.
keyin shu narsa miyamga kelib qoladi darrov. Bas turaman shunda. Ketdi olib deb qo'yadi keyin. Ha deyman. O'zim yurtimdaman-ku, tinchlik joyidaman-ku deyman. O'zim vatanimdaman-ku deyman. Ba'zida tushlarimizga kiradi. Boshida juda ko'p tushimizga kirardi. Esla shu anaqalar. Shu alxol lagerimiz juda ko'p tushimizga kirardi. Mana alxol uxlab yotgan joyimizda shu tepingda fanarni mamnaq qilib turgan uni askarlar qatlisan deb antimina derdi. Ko'zingni mundoq ochasan, qanday holda yotibsan farq etmasdi ularga. Alxol degan. Shu tushlarimga kiradi, cho'chib ketardim uyqumda. Ko'zimni ochsam patolog bo'lardi. Uyqu deb qo'yardim. O'zimni xursand qilib. Ona yurtimdaman, tinch joydaman. Tinchgina xula dinor deb qo'yaman o'zimga keyin. Vatanimdaman. Bag'uzda shu alxolga o'tganmiz, shu o'zimizni topshirib bilganmizdeki shu to'yda deportatsiya O'zbekiston kelib har bitta mamlakatda erta olib ketish mumkin imkoni bor deb o'ylagan. Aytishgan, eshitdik buni. Faqat etga lagerga chiqish juda qiyin bo'lgan bizga. Shu Bag'uzda ham otishma bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Oxirgi shu fosfortlardan keyin qochganmiz-da biz. Bitta fosfortlar otganda. Fosfor bombasi yomon ekan. Otganda shunda odamni chiritib yuborar ekan. Shunda suyagini o'zi qolib, suyagini ham qolmaydi. Chizg'ani bo'lib qolar ekan mashina, qop-qora chizg'ani. Hidi ham chiqmaydi undan boshqa. Shunda bir g'alati bir narsa bo'lib qolar ekan. Shulargacha ko'rganmiz biz. Keyin oxiri shu o'g'lim yarador bo'lgan ikkinchisiga shu yuragida askolka qatdan kirgan bilmaymiz. Shu qo'lini mashitdi. Shunga olib chiqaylik deb yotibdi-da, olib chiqaylik. Keyin o'shandan keyin toqqa qarab qochganmiz, shu alxol lagerga. Keyin bizani ajratib olishdi. O'g'illarim bilan shu ketayotganini ko'rdilar. O'shanda kichkina o'g'lim bilan katta o'g'lim quchoqlab o'pib ona hozir boramiz biz. 1,5 soatdan keyin boramiz deyapti-ku. Siz urush janjal qilmang, baqirmang. Bo'lmasa urib yuborishi mumkin men bilan deyapti. O'shanda oxirgi marta ko'rgan bo'larim. Shu bolalarimni jonli ko'rmadim. Har kuni Allohdan so'rayman namozlarimda. Allohim mo'jizangni ko'rsatgin. Bilaman mo'jizang bor. Sendan boshqa hech kim yordam bermaydi menga mo'jizangni ko'rsatgin. Shu bolalarim olib yur. Neki gunohlar bo'lsa menga qo'yib, shu bolalarimni olib ber deb so'rayman har doim. Chunki men bilmayman deb bolalarim hozir ochmi, nima kiygan, nima yeyapti. Har doim ovqat yeganimda ham shu bolalarim eslayman-da. Men bitta yeyapman, issig'i bor, shirini bor, go'shti bor, boshqasi bor. Ular nima yirkanadi? Nima kiyapti ekan deyman-da. Agar hayotim meni boshqadan mashi ketmasdan oldin bolalarim kichkinalikda ana shu turmush o'rtog'imdan ajrashganim bo'lsam, mashita o'zimni vatanimda semichka sotibmi, qurt sotibmi, shu bolalarim bilan yashirdim. Hech qayerga chiqmasdim. Mana shu bolalarim shu yerda katta qilardim o'zim, shu bolani.
o'zimni vatanimda, o'zimni yurtimda nimaki bo'lsa ham qilib katta qilardim, shu yerda o'qitardim, oliy ma'lumotli qilib, bir yaxshi joylarda ishlatardim, o'qitib, shu vatanga yordami tegsin derdim. Shu o'zimizda shu nimaki bo'lsa shu yerda qilishga harakat qilardim. Onam rahbarlik 8 tamzani shunaqa katta qildilar-ku. Uyli joyli qildilar, uylantirdilar, qizlarni erga berdilar. Sog'liqlari yaxshi bo'lmasa ham, baribir tirmashib bo'lsa ham hammamizni topshirdilar-ku omonatlarini. Ming afsus shu chiqib ketganlarimga. Ming afsus shu bolalarim shu yurtimda katta qila olmaganimga. Shu onamni qilgan ishlarini men qila olmaganimga ming afsus. Bolalarim armonidaman. Bolalarim qachon kelar ekan? Hamma opa-singillarim keladi inshaalloh deydi. Sen ishongin faqat deydi. Men ishonaman deydi. Keladi bolalarim. Faqat qarigunimcha kelmasin deb qo'yaman deydi. Shu yoshligimda kuchim borligida kelsin. Hali ular bilan qiladigan ishimiz ko'p deyman. Bolalarim har eslaganimda yuraklarim siqiladi. Ko'zim to'la yosh bolalarimni kutyapman. Hali inshaalloh kelib qolishadi, kelishadi. Yurtboshimizga shu bizani qanday olib kelgan bo'lsalar, vatanimizga qanday qaytargan bo'lsalar, shu erkaklarga ham afv chiqarib, shu erkaklarni ham olib kelsalar. Allohdan shu narsani so'rab qolma, mo'jizangni ko'rsatgin. Allohdan iltijo qilib, Allohdan duolar qilib, har namozlarimda so'rab qolaman.